Bu barchamiz uchun keladi. Subaru. Reinhard, bu senmisan? Sensiz men Emilia'ni umuman qutqara olmagan bo'lar edim. Yana bir bor rahmat aytishga ijozat ber. Chindan ham minnatdorman. Senga yordam berish. Do'stimga yordam berish katta sharaf edi. Meni eshitganingiz uchun minnatdorman. Yana bir-birimizni ko'rishimiz uchun biroz kutishimizga to'g'ri keladi, Pak. Albatta, biz Biakoni barcha mashaqqatli mehnati va Kiritaka bizga ko'rsatgan iltifoti uchun qarzdormiz. Bularning ichida sen va boshqalar ham bor edi. Qo'y, Subaru, ana u yerga qara. Bu axir Luzbel va Tina. Bularni barchasi biz ularni qutqarishga harakat qilganimizdan boshlanganini deyarli unutdim. Ikkalasi ham yaxshi ekandan xursandman. Shahar mana shunday bo'lgandan so'ng bu ikkalasini xavfsiz ekanligidan xursand bo'lish beparvo bo'lishi mumkin. Yo'q, biz bundan xursand bo'lishimiz kerak, chunki sen va men va boshqalar buni amalga oshirish uchun ko'p mehnat qildik. Ha, to'g'ri. Ricardo! Oy, yigitcha, seni ham ahvoling yaxshimi? Hoy, seni qo'ling. Ha, biroz beparvolik qildim. Ha, shunaqami? Ammo faqatgina bir qo'limdan ayrilganim mo'jiza emasmi? Bu haqida tashvishlanma. Xo'pmi? Albatta. Ha, aytgancha, Yulius qayerda? Ha, sen bu yerdamisan? Hoy, meni bunday tashvishlantirmadi. Hoy, yaxmoq. Bu yerda hammamiz band bo'lganimizda nima qilib sandiraqlab yuribsan? Yulius! Yuzingni ko'rmasam, sendan xavotir olaman. Aytmoqchimanki, hamma shunday his qiladi. Subaru, sen meni kimligimni bilasanmi? Nima? Nima bo'ldi, Subaru? Sen bandmisan? Ha, Yulius g'alati harakat qilyapti.